demak yurib keyin o'sha turmushga chiqayotganda bittasi doktor yuborib tiktirib oladi deb o'ylashadi, yana boshqa narsalar qilish yerga chiqdik. O'ylaymanki, Jon Leferdan keyin tana tarobiy boshqa ibodatlarimizni qildirib Endi o'sha Jon Leferdan keyin juda ko'p savollar kelgan, javob bera olmay qolgan, lekin ichida bir qattiq bizani e'tiborga soladigan narsa, mana Ramazon kuni men aytib o'tishim shart bo'lgan savoldan bittasi bu qizlik pardani tiklash to'g'risidagi savollar. Chunki eng ko'p yigitlarimizni qo'rqadigan joyi hayot va qizlarni ham o'sha ko'pincha mana hozir Amerikada, Yevropada va mana Rossiyada ham juda ham ko'payib ketgan uchun bu narsani ko'tarib chiqyapman. Dostupniy deymiz, ya'ni hammaga o'zi bu narsa yaqin bo'lib qoldi, bemalol bo'lib qolgani uchun bu to'g'rida gapirib xabar berishim shart bo'lib qoldi. Chunki o'sha yigitlarimiz qo'rqadi. Hayotim yolg'on bilan boshlanmaydimi? Ya'ni ko'p yigitlarning o'sha fikrida shunaqa narsa bor. Qizlar demak yurib keyin o'sha turmushga chiqayotganda bittasi doktor yuborib tiktirib oladi deb o'ylashadi, yana boshqa narsalar qilishadi. Hozir sun'iy o'sha juda oson arzimagan pulga bu narsa tiklanadigan qizlik pardani qilib beradigan yolg'on o'sha nima chiqqan. Buni otini o'sha Yevropalarda, boshqalarda bilishadi. O'sha artificial human kid deyshadi, yo'q Virginis kid deb aytiladi bu narsani.